Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Men yana o'yinga qaytib keldim. Mana pasti 2 oy bo'libdi PUBG kirmaganimga. Mana bugun sizlarga yana o'sha mashq maydonida glazok urishni albatta o'rgataman. Birinchi qiladigan ishimiz mannekenlarni kaskasini uchiramiz. Keyingi qiladigan ishimiz esa har doim bunday ko'prikka borib olib, ko'prikdan glazok uramiz. Albatta bu juda ham qiyin, lekin sizlar uchun albatta harakat qilaman. Ko'prikdan keyin ana endi glazok urishni boshlaymiz. Mana sizlarga birinchi glazok. Wow, juda ham zo'r glazok bo'ldi. Ana endi ikkinchisini ko'ringlar. Bu yer biroz noqulay ekan, hududni o'zgartiramiz. Ko'rishlari mumkin 561 metrdan glazok urdik va nihoyat o'zimizning video tamom bo'ldi. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.